Bugungi kunda mamlakatimizda mahalla infratuzilmasini rivojlantirish, aholi bandligini ta'minlash hamda fuqarolarni tadbirkorlikka keng jalb etish borasida izchil ishlar amalga oshirilmoqda. Bu jarayonlarni Yangiqo'rg'on tumanidagi Hurriyat mahalla fuqarolar yig'ini misolida ham yaqqol ko'rish mumkin. Mazkur hududda infratuzilmani yaxshilash maqsadida keng ko'lamli obodonlashtirish ishlari olib borildi. Xususan, ichki yo'llarga asfalt yotqizilib, piyodalar yo'laklari betonlashtirildi. Shuningdek, ariq va zovurlar ham tartibga keltirilib, beton qoplama bilan mustahkamlandi. Mahallada tadbirkorlikni rivojlantirishga ham alohida e'tibor qaratilmoqda. Xususan, xotin-qizlar tikuvchilik bilan shug'ullanib, o'z daromad manbalarini yaratishmoqda. Eng muhimi, ular nafaqat ishlamoqda, balki yosh qizlarga ham kasb o'rgatib, tajriba ulashmoqda. Mahalla ko'magida fuqarolarga imtiyozli kreditlar ajratilib, ko'plab oilalar o'z bizneslarini yo'lga qo'yishmoqda. Bugungi kunda bu yerda deyarli har bir fuqaro o'z kasbi yoki tadbirkorligi bilan band. Xuddi shunday tumandagi Rovot mahalla fuqarolar yig'inida ham keng ko'lamli o'zgarishlar amalga oshirilmoqda. Mahallada, ayniqsa, ijtimoiy ko'makka muhtoj fuqarolarga alohida e'tibor qaratilib, ularni qo'llab-quvvatlash borasida manzilli ishlar olib borildi. Ishsiz fuqarolarning bandligini ta'minlash maqsadida ularga o'z biznesini boshlash uchun amaliy yordam berilmoqda. Ana shunday fuqarolardan biri Abdurahim Abdumajidov. U migratsiyadan qaytgach, bir muddat ishsiz qoldi. Mahalla ko'magida o'z faoliyatini yo'lga qo'yib, bugungi kunda barqaror daromad manbaiga ega bo'lmoqda. Hozirda esa u o'z biznesini yanada kengaytirish ustida ishlamoqda. Bu yerda ishlashimdan oldin shu Rossiyaga borib, migratsiya qilib, shu Rossiyada ishlab yurdim, shu Rossiyada o'rganib, o'zimizda ishlab chiqarsam shu narsani deb turib, o'zimizga kelib, mana shu gazoblok biznesini ishga tushirdim. Buni tashkillashtirib mumkin bo'ldi, mahalla yordam beryapti, kredit ajratilmoqda buni. Mana holatga kelib, endi bundan beriga rivojlantirib, 4 ta yo 5 ta bo'lgan ish bilan ta'minlab, bandlikka ko'maklashtirmoqchiman. Shuningdek, mahallada aholi asosan qishloq xo'jaligi va chorvachilik bilan shug'ullanadi. Bu yo'nalishda ham sezilarli natijalarga erishilmoqda. Jumladan, G'ofurjon Qambarov ham mahalla ko'magida chorvachilik faoliyatini yo'lga qo'yib, bugungi kunda o'z xonadonining farovonligini ta'minlab kelmoqda. Navbatdagi manzil Buloqboshi mahalla fuqarolar yig'ini. Mazkur hududda ham mahalla yettiligi hamkorlikda faoliyat olib borib, mavjud muammolarni birgalikda hal etmoqda. Ayniqsa, obodonlashtirish ishlari izchil davom etmoqda. Bugungi kunda mahallada hashar yo'li bilan ariq va zovurlar betonlashtirilib, infratuzilma yanada yaxshilanmoqda. Ushbu jarayonlar mahalla raisi tomonidan bevosita nazoratga olingan. Mahalla aholisi asosan qishloq xo'jaligi va chorvachilik bilan shug'ullanadi. Deyarli har bir xonadonda tomorqadan unumli foydalanilib, sabzavot va ko'katlar yetishtirilmoqda. Shuningdek, har bir uyda chorva mollari parvarish qilinadi. Mahalla ko'magida fuqarolar tadbirkorlik faoliyatini yo'lga qo'yib, chorvachilik uchun zarur bo'lgan don, kepak, kunjara kabi mahsulotlarni yetkazib berish bilan shug'ullanmoqda. Bu esa nafaqat o'z daromadlarini oshirish, balki mahalla iqtisodiy faolligini ta'minlashga ham xizmat qiladi. Tillatepa mahallasi ham so'nggi yillarda keng ko'lamli bunyodkorlik ishlari amalga oshayotgan maydonga aylandi. Xususan, ichki yo'llar asfaltlanib, aholiga qulayliklar yaratildi. Umumiy o'rta ta'lim maktabi uchun yangi va zamonaviy bino qurilib, foydalanishga topshirildi. Bugungi kunda o'quvchilar yaratilgan shart-sharoitlardan unumli foydalanib, sifatli ta'lim olishmoqda. Shuningdek, mahalla aholisi uchun mo'ljallangan tibbiy xizmat ko'rsatish punkti ham ta'mirlanib, aholiga xizmat ko'rsatmoqda. Umuman olganda, Yangiqo'rg'on tumanidagi mahallalarda amalga oshirilayotgan bunyodkorlik ishlari, infratuzilmaning yaxshilanayotgani hamda aholi bandligini ta'minlash borasidagi sa'y-harakatlar o'z samarasini bermoqda. Eng muhimi, har bir mahallada fuqarolarning o'z tashabbusi, mehnatsevarligi va o'zaro hamjihatligi orqali yanada farovon hayot sari dadil qadamlar tashlanmoqda. Bu kabi ezgu ishlar esa yurtimizda olib borilayotgan islohotlarning amaldagi ifodasi bo'lib xizmat qiladi. Farruh Barotov, Nazokadaliy va Namangan haqiqati uchun maxsus tayyorlandi.